O'zi Sharifa sevgimga to'g'ri Turkiyaga ketib qoldi. Siz sevgi shunda shu darajada kuchli ko'tarilmaydi lan. Avan. Sizning namin qolishingizga sababchi bo'lgan savol bormi? Yine şu savol oldu şu. Başka savol yok. Bize üçün noş etkensiz deyen gap. Yok. Ondan babam basa gerek bilmem. Odamlar ayniqsa to'poy savol bersa indamay qolaman. Bunday vaziyat bo'lmagan. Yo'q, menimcha. O'zim shaxsiy hayotimdagi savollar. Ha, buni aytmaysiz. Yo'q. Bolangiz o'zingiz o'xshashini xohlaysizmi? Yok. Çünkü ben yaxshi adamlarni bilaman o'zimdan ko'proq. Yo'q. Yok. 50-50. Yaxshi tarafı tanasını yaxshi görür. Yaman tarafı çökünüş. Avan. Целеустремленность, здравый рассуждение etib, situatsiya baxabar bilish. Albatta. Стремление, харизма, улыбчивость, умение контактировать с людьми. Menden de yaxşı olsun Haliman. Конечно. Görünüşü, terbiyesi. Bizachilar xudo xolasa. Ko'chani ko'rib o'tsin. O'zbekiston konstitutsiyasida bir dona qonun qo'shish imkoni bo'lsa, necha qonun qo'shgan bo'ladi deysiz? O'lim jazosi. Bilmeli ki. Bilinmez, seriyoz. Aylıklarını köpeytiriş. Штрафlank bakasını sürgen. O'zi buyundiklarida ishtiroklar boqasiz. Mecburi icra bölümünü yap beraber. MIPni. MIP'ten. Demak, atishni kreditlari ko'p do'stlar. Yok, kredit demez. Qarınni yo'q etadi, shu qarini chiqargana shtraf soladi, undan aytaganim bolalara. Безжалостные убийства bo'ladi-ku, odamlarni, преступникlar, безжалостные убийстволар, shular пожизненный срокlar, чтобы без amnistiya bo'lsin. Terbiye dersini belki başkaçarak görüp çıkıştın koşkan bu arada. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz no sababdan? 2 ay bola geldi. Semeyli problemada bala bansiya tushganda. Ha özü tez yıkıp duramam. Короче, bir video görmedim. Какой-то bir hayati bir narsa video edi, şu vaqtda какой-то bir yosh keldi. 2-3 kun eldan yodimda yo'q. Yadımda yok. Yok yani bunu ne olmadı. Doğular ver yig'lamam. Qizlar bilan. Qizlar bilan tushib. Aa. Qani qiziq. Yok şu üydekiler kızlar bilen tuttuk ha. He, zası. Yodimda yo'q qancha yig'ladim axir. Bo'ldi lekin ishi yil bo'ldi. Bacham qaytish bo'ladi. Примерно bir yarim yil bo'ldi. Shunda действительно tushundim, yoningdagi odamni yo'qotish qiyin narsa. Özümden özüm yığılan vaktim olmadı, sebep oldu. Hocayınımla ikisi kayıtış oldu, alamda yoktu, şu vakta yığılan. Ben her gün yığılayım da sen bala. Ona hakkında liboy bir reels çıksa elimden yığılayım. Действительно. Oxirgi marta yo'q, yig'lamadim. Yig'lash qiyin deysan-ku bizlara. Короче, do'stlar, bu yerda chiqib turgan tomolarning petitsiya bo'ladi, bossazlar. Osh tomolarni bosib qo'ysangizlar, ko'p sonli auditoriyaning oldidan ushbu kontent chiqadi. Shuning uchun bosib qo'yinglar. Отправкан tiyinde duradi. Eng katta erisha olmay turgan orzuingiz qaysi? Недвижимость, квартира, дом. At esa mashina berish. Menimcha uning arzu пока yo'q. Erişilmeyin durganım yok. Maksat sarı var atırganım var. Ben ölgenimden keyin Xorazm ustası öldü deyişlerini isteyeyim. Robert kelsa kambag'al ota boyata. Shunda yozilgan krisiy degan situatsiya bor, shundan chiqishni xohlayman. Bu degani постоянный pulni izidan yugurib, naobrat bo'lish kerak-da, pul ishlash kerak menga, men pul ustunda emas. Bir evden pulumu alışım gerek. He, bu timinle şunu ayting, belki bu sizni ko'rar, vijdon uyg'onib ketar. BMW M5. Maşin, BYD. BYD bo'lsa bo'ladi. Magazin atışı olarak. Doğru ovqatni yetirish, disiplinani meni orzuyim, mana shu bizani. Mana Toshkent aytib turibdi, nima uchun biz aytamiz? Xorazm blogerlarining fikringiz nechik? Menimcha kuru primoy reklama bo'lyapti. O'risda masalan yurgan bo'lsang, u kontentni ko'rasan, odamlar vayn tushiradi, skrit reklama aytadi. Bu yerda esa doğru primoy boradidan, kelinglar, ishni yeri ochildi, bugun ishni yerdamiz. Menga ayta уже bu ish o'ra geldi. Gapingizga qo'shilaman, lekin bir narsasam bor. Misol uchun biznes egasi sizdan talab etadigan narsadan ham gap chiqib ishlash kerak-ku. Bundan uchun desa u pulni berib turibdi, u mahsulotni reklama ettirsak, o'zim oqlash niyatim yo'q. Lekin misol uchun mendan uning tushuncha bor, ya'ni skrit reklama zo'rdan o'zi mazali. Misol shu ideya bilan borsangiz yo'q dedi. Лучше давай dedi, men skitkami dedi, primoy reklama et dedi. Skrit reklama zo'r narsa. Misol Xorazmda yashaysiz qo'yingina. Xorazmda yashagan vaqtingiz umumiy yoqqiridan bo'lsangiz, Xorazmda nomini o'zgartirishni xohlagan bo'lasiz. Shu narsa sizga yoqmaydir, shuni o'zgartirasiz va nomini o'zgartirasiz. Bizani gosuslugalarimizni xizmat ko'rsatish sifati past. 4 oyna bo'lsa, bir сотрудник o'tiradi, qonun 3 oyna bo'sh o'tiradi. Ko'plab очередь bo'lib ketadi. Yarim soat, 1 soat, 2 soatdan ishing bitmaydi yaparaqda. Siz ham misol uchun bu yerda tug'ilib o'smaysiz, bu yerga kelgansiz, to'g'rimi? Hava 3 yil bo'ldi ekan. Eng qiyin tema gordost, g'urur yo'qotish kerak. Yo'q narsaga g'ururlanadi. Ochishni nokambag'al. Lekin shu narsani bir yere borib ishla, bir ish et desa, g'urur noga ishlashim kerak. Men u narsa aytmayman, men u narsa to'g'ri yemay shunday bo'lasiz. Jamiyatda oxirgi marta foydasiz degan amalingiz qaysi? Cemiyete? Faydan da yemeye başladım. Her birimizde işi yaşat duran vaxtımız, уже cemiyete fayda şu. Benim şunu da boylayım ha. Yetimlarni to'yini mutlu olib berganman. Savol uchun aytdim da, hozir aytsam qirqiladi. Shuncha aytmay Nima qo'yaman. aytdingiz? Balkim kimgadir siz durchi bo'larsiz shu narsa orqali. Bir bansiyada bir xotin puli yetmay turgan ekan. Shuna pul berdingiz. To'g'ri. Eksan ichish kerak. Buni hamma bilishadi o'zlari. Street podcastdan necha savol bergan bo'ladi dedingiz? Kommentariyada savollaringizni yoki ushbu eshitgan savollaringizga javoblaringizni yozib ketishingiz mumkin.